200 gramm 10% natriy gidroksid eritmasidan ma'lum miqdorda suv bug'latilganda eritmadagi umumiy atomlar soni 3 marta kamaydi. Bug'latilgan suv massasini hisoblang deyilgan. Hop. 200 grammni 10% topish uchun 0,1 ga ko'paytiraman. 20 chiqadi. 20 natriy gidroksidi massasi hisoblanadi. Endi eritmani massasidan ishqorni, ya'ni natriy gidroksidni massasini ayirib tashlasam, uni massasini beradi. 180 gramm ekan. Natriy gidroksid 40 grammida 3 ta atom mavjud. Atom bizda 20 gramm berilgan. Nechta desak 1,5 ta beradi. 1,5 ta. Endi suv 18 grammida bunda ham 3 ta atom. Bizda 180 gramm berilgan. Nechta atom deb hisoblaydigan bo'lsak 30 ta atom bo'ladi. Umumiy eritmadagi jami atomlar shunda 31,5 ta ekan. Bu 3 marta kamayadigan bo'lsa 10,5 ta atom qolgan bo'ladi. Dastlabki atomlardan qolgan atomlar sonini ayirsam, bug'langan suv tarkibidagi atomlar sonini beradi. 21 ta. Demak, aytganimizdek 18 gramm suv tarkibida 3 ta atom mavjud. 21 ta atomni massasi qancha bo'ladi desak 126 gramm chiqadi. Demak, bizda to'g'ri javob D ekan.